Nega bo'yningga olding? Xayolingga ham kelmagan ayrovlardan. Qiz bola, otani sevar. Bari bo'xtonni simirdim. Toki omon bo'lsin. Bari oila. Otani. Qizlaring bor. Mendan ziyoda. Hali nozik, hali och. Orzulari ko'p. Munis onamning aslo jasadimni ko'rsatmaydi. Otasini esa ko'mib bo'lishdi. Buni qiz o'layotgan onda ham sezmaydi. Ishondi. Butun dunyoni aldagan tuzumga barcha toza qalbli odam bolasi kabi. Men 70-oylarning yodidan 10 ming yigit qiz o'qigan institutdan bitta talaba qidirdim. Ulardek qahramon, ulardek mard, ulardek maqsadi katta, niyati ulug' bo'lgan bitta talaba. Sen nima uchun o'qiysan? Men osonroq pul topish, boy bo'lish, kuchli bo'lish, odamda yashash uchun o'qiyapman. Bir so'z bilan aytganda, o'zim uchun. Shoshma birodar, sen nima uchun o'qiysan? Menmi? Prezident bo'lish uchun. Agar niyatim amalga oshsa, yangi prezidentda birinchi intervyu olgan odam sen bo'lasan. Qabulim kirishga harakat qil. Sen nima uchun o'qiysan? Menmi? Harbiy bo'lish uchun general bo'laman va hammani izimda tutaman. Yo'q. Hech kim o'sha 70-oylardek javob bermasdi. Biz shu millat uchun o'qiyapmiz va uning uchun o'lyapmiz. 10 ming yigit qiz o'qiydigan institutdan bironta ham talaba topa olmay sarson yuramiz. Bugun ham dunyoning rivojlangan mamlakatlarida 10 mingdan ortiq o'zbek talabalari tahsil oladi. Men ularning naqadar ulug' maqsadlarini ko'zlaganiga, niyatlari toza ekanligiga shubha qilmayman. Faqat bir narsa, shu vatan, shu millat uchun ham bitta orzu o'stiring qalblarda. Bir o'chmas maqsad yashasin, shu tuproq uchun ham. Qo'rqmang, qo'rqmang, ajdodlar va avlodlar siz